Mana buni kiyamiz. Uy! Wow! Mazza. Voy, FPS qotdi. Xo'sh, zo'r tushdik. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Gamer.uz kanali. Bugungi roligimizda sizlar bilan antiqa bo'ladi bugungi roligimiz. To'xtab turinglar. Bugungi roligimizda sizlar bilan Minecraft'dagi cheat kodlarni o'rganamiz. Bunda ketdik. Nimaga o'ldirdim? Hammayli Minecraft'dagi cheat kodlar. Xo'p, bolalar. Men survivalga o'tib olishim kerak. Xo'p, survivalga o'tib oldik bolalar. Endi esa qiladigan ishimiz, agar bilasizlar, men kreativga o'tib olishim kerak-ku. Hozir sizlarga bir nima ko'rsatmoqchi edim. Unda kreativga o'tib olay. Xo'p bolalar, mana men ham kreativga o'tib oldim. Mana bunaqa oladigan joy bor-ku, mana bu yerda yozsangiz command block kerak bo'lishi mumkin. Command block deysiz, mana chiqmayapti. Shuning uchun bolalar, men mana shu cheat koddan olishni o'rgataman. Unda birinchi navbatda survivalga o'tib olamiz. Unda ketdik. Mana o'tib ham oldik. Endi sizlar esa videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib turing. Xo'p, mana bu chatni ochamiz. Keyin bizga command block kerak bo'ladi. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa bitta, keyin give, keyin mana bunaqa kuchukcha s, kichkinasi, keyin command pastki chiziqcha block. Hozir ko'rasizlar. Dadam! Mana bolalar, ko'rasizlar. Qo'yib bo'lmayapti, chunki kreativda qo'yib bo'ladi buni. Mana ko'rasizlar. Mana haqiqiy. Hozir to'xtanglarchi. Mana haqiqiy ko'rasizlar, mana. Xo'p bolalar, mana ko'rdinglar command blokni ham. Agar bizga zombilar, kechqurun zombilar hujum qilsa nima qilamiz degan bo'lsangiz, u muammosiz. Hozir mana. Xo'p, agar hujum qiladigan bo'lsa, yotoqda uxlab bo'lmaydi. To'g'ri, yotoqda uxlab bo'lmaydi. Shuning uchun bizga qilich kerak bo'ladi. Mana yana give, mana bunaqa kuchukcha s, kichkinasi, keyin bizga olmosli kerak. Olmosli diamond, pastki chiziqcha sword. Mana bu yerda ham ko'rsatib turibdi, diamond sword deb. Xo'p, mana bunaqa qilamiz. Mana bolalar, ko'rayotganinglardek haqiqiy fake emas. Mana o'zlaringiz ham qilib ko'rishingiz mumkin. Mana qaranglar. Faqat Minecraftda, mana shu mening Minecraftimda o'xshaydi, boshqasida o'xshamasligi mumkin. Kafolat qilib beraman. To'xta, bu yoqqa kelsin. Opa, mana bolalar. Yesa ham bo'ladi bu go'shtni. Xo'p bolalar, endi bizga bilasizlar, bedrockni survival umuman topib bo'lmaydi, lekin cheat kodlar bilan albatta o'xshaydi. Xo'p, yozib ko'ramiz. Xo'p, yana shu give, xo'p, s, bedrock. Bizga 64 ta kerak. Yoniga 64 desanglar bo'ldi. Mana bo'ldi. Mana haqiqiy, sindirib ham bo'lmaydi. Mana sindirib ham bo'lmaydi. Hozir. Xo'p, mana haqiqiy.
Hoppa, agar zombilar kiradigan bo'lsa, qilichingiz bo'lmasa, mana sindirib ham bo'lmaydi buni. Haqiqiy. Hoppa, endi bizga nima? Ha, biz shoxtaga tushyapmiz. Lekin bizni nima edi? Fakelimiz yo'q. Fakel oladigan bo'lsak, mana muammosiz. Mana give bunaqasi kuchukchasi torch. Faqat inglizchada yozish kerak bo'ldi. Shuning uchun hozir men ingliz tilini sal-pal bilaman. Shuning uchun mana haqiqiy fakel. Shuning uchun mana qilib torch desanglar bo'ldi. Mana kechqurun ham tushyapti. Как раз. Mana bizga hozir yotoq kerak. Yotoq uchun mana muammosiz. Sizlar qanaqa rangni yaxshi ko'rasizlar bilmadim, lekin menga yashil yoqadi. Xo'p, give kuchukchasi keyin green bed. Green bed. O'xshamadi bola. Qaytadan. Xo'p bola. Yana shu bunaqa give kuchukchasi bed green. Yo'q, bunda faqat green. Bola, faqat bed deb yozsa bo'lar ekan. Mana. Xo'p, mana bunaqa give kuchukchasi bed. Bo'ldi bola, muammosiz. Mana uxlaysizlar, qolasizlar. Judayam qulay bolalar. Bizga endi dunyoga keldik. Birinchi bo'lib daraxt chopamiz. Daraxt chopishdan keyin verstak yasaymiz. Bizga umuman verstak kerak emas, chitko'tlar kerak faqat. Mana give mana bunaqasi crafting table. Crafting mana orasini ochmanglar. Orasiga mana bunaqa pastki chiziqcha table deysizlar. Table. Mana bolalar. Muammosiz. Mazza qilib yasayverasizlar, o'ynayverasizlar. Xo'p bolalar, videomiz cho'zilib o'tirmadi, zo'r bo'ldi. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.